Do'stlar 2026-yilda turibmiz. Ko'rib turgan Karmen ko'chatlaring Xudo xolasa inshaalloh 8 yoshga kirdi. Olgan hosili ko'rib turganlaringdek. Hozirgi kunda hamma qo'yib boryapti. Lekin Karmen aslida buni psixologiyasini ko'proq bilishingiz kerak bo'ladi. Buni ekishdan oldin, chunki O'zbekistonda xohlagan nuqtasiga ekib olsangiz, buni psixologiyasini bilmasangiz yutqizib qo'yishingiz mumkin. Bu payvand tagiga asosan bexida yaxshi effekt beryapti. Tagi nokda umuman daromad bermayapti. O'zimizda biz guvohi bo'lganmiz. Bizni ko'rib turgan bo'lsa, kommentariyaga yozsin. Andijondan bir ikkita akalarimiz kelgan. Tagi nokda egisi meva qilmagani uchun kelib, tagi bexida egisini olib ketgan. Kommentariyada kutib qolaman. Endi bu tagi bexida yaxshi effekt beryapti. Nimaga? Birinchi yildan hosilga beryapti. Ekkan yilingizdan boshlab daromadga tez kirgizishi mumkin bo'lgan meva turlaridan biri, aynan uzoq umr ko'radiganlardan biri nok Karmen bo'lib qoldi. Ekilish sxemasi odatda agar baliteti baland yerlarda, zaki yaqin yerlarda bo'ladigan bo'lsa, 4 ga 1,5 sxemada ekishingizni maslahat beraman. Agar baliteti pastroq bo'lib, yeringizda zak kamroq bo'lsa, 1 ga 3 sxemada eksangiz bemalol daromad olaverasiz. Yaxshi effekt beradi. Gektari 500 million 600 milliongacha maksimalni, minimum 250 milliongacha daromad beraveradi. Kasallikka juda ham chidamli, muhit tanlamaydi deyarli. Tog'li rayonlarda ham zo'r rang beryapti. Adir rayonlarda juda ham qizil bo'lyapti. Shu sababdan 12 ta viloyatda xohlagan joyga ekishingizni maslahat beraman. Faqat ekilish sxemasini buni aniqroq bilishingiz kerak. Chunki agar siz 5 ga 1 yoki 4 ga 1,5 sxemada ekib qo'yib, daraxtingizni gabarit olgizolmasligingiz mumkin. Katta qila olmasdan daromad past bo'lishi mumkin. Agar siz buni yeringizni baliteti baland joyga 1 ga 3 sxemada ekib qo'ysangiz, daraxt kattaroq bo'lib ketib, bir-birini tiqilib qolib, rangsizroq, sifatsizroq meva olib, narxingiz past bo'lishi mumkin. Shu sababdan doim buni ekishdan oldin, umuman barcha mevali ko'chatlar ekishdan oldin agronomlardan maslahat qilgan holatda ekishlarini maslahat beraman. Kesilish vaqti asosan avgust oyida kessangiz, stressga tushish natijasida mevaga tez yotyapti. Biz buni kuzatib boryapmiz, lekin kesish vaqti odatda bak to'kkandan keyin yoki oktyabr oyida yaxshi effekt berardi, lekin bu aynan Karmen noklarida avgust oyida kesilganda ko'p kuzatuv shuni olib keldiki, avgustda kesilgan Karmenlarda mevaga yotish tez bo'lyapti. Keyin hozirgi holati buni menimcha yerdan turib tera olasiz, bemalol agrotexnik ishlarni qila olasiz. Qorovullash ham zo'r, ham rangi ham chiroyli, bargi kam. Shu sababdan agar daromadni zo'r olaman desangiz, nok Karmen ko'chatlaridan ekib bog' qilishingizni maslahat beraman. Agar kimga agronomlik maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilsalaring, bepulga joylaringga Karmen tushadimi yoki yo'qmi, bu haqida to'liq ma'lumot beraman. Agar ma'lumot sizni qoniqtirsa, siz ekib kelajakda daromad ko'rsangiz, men bundan xursand bo'laman. Salomat bo'lasizlar. Like bosish esdan chiqmasin. Bu videoni shunaqa nok ekmoqchi bo'layotgan yoki shoptoli ekmoqchi, nima ekishni bilolmayotgan aka-ukalarga jo'natib qo'ysalaring, inshaalloh Xudo xolasa ekadigan ko'chat turini tanlab bersak, daromadga zo'r chiqsa, biz xursand bo'lamiz. Salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etasizlar.